Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz proyektimizni ishga tushirib, uni debug qilishni ko'rib chiqamiz. Ishga tushirishdan oldin ba'zi sozlamalarni sozlab olamiz. Controllers papkasidagi Home Controllers faylini ochib, unda privacy metodini to'g'risida breakpoint qo'yamiz. Ya'ni debug jarayonida to'xtash nuqtasi. Endi properties faylidagi launch settings.json faylini ochamiz. Endi run tugmasi ostidagi ro'yxatga e'tibor beramiz. Launch settings.json fayli shu ishga tushirish sozlamalarini saqlaydigan fayl. Ya'ni profillarni e'tibor bergan bo'lsalar, shu yerda keltirilgan profillar shu run tugmasini ostida ham keltirilgan. Ya'ni shu joyda launch settings.jsonda shular sozlanadi. Nimalar sozlanishi mumkin? Qaysi server, port raqamlari, environment, ya'ni muhit, qaysi muhitda ishga tushishi, brauzerni ochish yoki ochmaslik, boshlang'ich URL, ya'ni qaysi URLda ishga tushadi. Shunaqa sozlamalar shu launch settings.json faylida saqlanadi. Endi bizga kerak emas profillarni o'chirib yuboramiz. Ease settings ham bizga kerak emas. O'chirishda xato qilmaslik uchun shu pastki strelkani ezsak, o'zi bizga bitta blokni belgilab beradi. Shunaqa qilib bexato o'chirsak bo'ladi. Sxemani ham olib tashlaymiz. Endi e'tibor bersak, ro'yxat kamaydi. Shu bizga kerakli faqat bitta profil qoldi. Home controllerga o'tib tekshirib olamiz. Breakpoint qo'yibmiz. Endi ishga tushirsak bo'ladi. Mana loyihamiz ishga tushdi. Localhost port 7069 da ishga tushibdi. Endi privacy sarlavhasiga kirib ko'ramiz. Va bu privacy metodi to'g'risidagi breakpointda to'xtaydi. F5 ni bosib run qilib ishga tushirib yuboramiz. Debugni asosiy ko'rsatmoqchi bo'lgan hozircha shu. Launch settings.jsonga kirib, kerak emas HTTP sozlamasini olib tashlab, portimizni ham 7000 ga o'zgartirib qo'yamiz. Sizda ham boshqa son bo'lishi mumkin, 7000 ga o'zgartirib qo'yish kerak. Va yana ishga tushirib ko'ramiz. Mana endi ilovamiz 7000-portda ishga tushdi. Bugun darsimizga hozircha shu. Keyingi darslarda controller va view haqida gaplashamiz. Savollar bo'lsa, kommentariyalarda kutaman. Rahmat.